Vahima qildi. Jo'n aka, vahima qildi. Ha, tushib ketadi. Ha, mayli tushib ketdi. La aynaka ehtiyot bo'lma aynaka. Voy bula. O yaxshi o ya. Svetni o'chirib qo'yganda endi. Teta. Teta aşağı ketib bo'ladi. Yo'q, o svetni nima qilib qo'y. Yo'q, unga yetadi. Mayakacha bo'ladi aka. Mayakacha ketmaydi. Jo'n aka. Endi uka shoshmay turing. O'zingiz ana. Voy ayog'ingga burun. O mayakacha kelyapti Jo'n aka. Boshiga tushsin bu. Ha, o'laman qolaman-da Jo'n aka. Nima bo'ladi? Havo tushirsen tushirib ol. Qarang mana. Aytdim sizga. Hatto vaqt ushlamagan ekan-da. Bu bitta joyda ochdi, bitta joyda. Shu bitta joyda ko'ryapsizmi? Bitta joyda. Yaxshi gipskardan ustiga urmadi-ku. Sekin tasha. Sekin polga tasha. Yo'q, ketib qo'yaman. Ko'rdingmi, o kiygan joyi. Jo'n aka. Ha, mayak. Shuvagan bari ashimga yarashadi. Ehtiyot bo'l. Oyog'ingga ehtiyot bo'l, oyog'ingga. Oyog'ingga ehtiyot bo'l. Bitta joyda urdi olasiz. Perforatorni ishlatmadi hozir. Agar gipskardan oldin urgan. Oson bo'lsa ham o biz hozir qilib qo'yganida bundan nima bo'lardi keyin? Bo'lsa gipskardan qaytarib rotman qilaveramiz ekanda. Ha? Rotman qilaveraylik bo'lmasa. Videoga oling-chi. Ha? Instagram'ni yapıştırıp koyayım. Onu satacak mı? Gipskardan dan ko'ra mayak qo'yib turib 006 mayak qo'yib turib ketsa. Yuqori. Ana qilib ko'raylik. 006 mayak qo'yamiz. Gipskardanlar ketaveradi. Patron, bir oyda ishni patron.